Assalomu alaykum, hurmatli podkastimiz ishtirokchilari. Xudo xolasa bugun bizni offlayn o'qishda o'qigan akamiz bilan podkast qilamiz. O'zi bu akamiz qanday qilib Amerika YouTube'ga kirib qoldi, qanday qilib biz darslarimizga qiziqib qoldi. Hozir ozroqgina tanishib o'tamiz. Ism familiyalari, qayerda, necha yosh, nima ish bilan shug'ullanadilar. Shular haqida ozroqgina suhbat qilib, keyin xudo xolasa davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalom. Rahmat. O'zingiz haqida ozroqgina ma'lumot bersangiz. Ismim Akmaljon, Namangan shahrida tug'ilganman. Hozir Namanganda oromgohda yashaymiz. Ish joyim ham shu yerda. Oromgoh qanaqa tumanmi, qanaqa shaharmi? Namangan yangi tumani deydi hozir aytilayotgan nimasi. Eski nom bo'ladi haligi. U oromgoh. Oromgoh. Hamma oromgoh desa biladi o'sha joyda nima. Ha, namanganliklar o'zi yaxshi biladi. Shu oromgohda ish joyimiz. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Somsa yopamiz, somsa ochamiz. Qayerda joyi? Shu oromgohni ko'pchilik biladigan onkologiya больницasi bor. Shu больницani atrofida, yaqin joyda. Shu joyda somsa yopamiz. Ota kasbimiz. Necha yoshda masalan kirgansiz sohaga? Endi ota kasbligi uchun biz 5 esimda bor, 5 yasharligimdan shu chiqib ketganman. Endi u paytda shu kasbni nimasi bo'laman, ustasi bo'laman deb o'ylamaganman. Borib, qarashib, maktabga borib, shunaqa qilib yurib, asosan o'sha 7-sinf paytimizda dadam safar ketganlar, ishlagani. O'sha paytda katta o'g'ilman, bosh farzandman, ro'zg'or tebratish kerak. Dadamdan to pul kelib nima qilguncha. Keyin shunaqa qilib qo'limdan keladi, o'g'aynim sabab bo'lib, do'stim sabab bo'lib bir joyga shu soha bo'yicha kirdim. Qolgan kamchiliklarni o'sha odamdan shu ustozlik qilib shu o'rgatdi. Shu bilan demak yoshlikdan kirgan ekansiz. Ha. Necha yil bo'ldi endi kirganingizga bir hisob kitob? Kirganimizga necha yil tajriba? 26 yil, 27 yillik tajriba. Hozir 30 necha yoshsiz? 32 yoshman. O'tmas yil 33 ga kiraman. Tabriklayman aka. Rahmat. Sir bo'lmasa, mana keling ishingiz haqida gaplashaylik. Masalan, somsa bilan shug'ullanar ekansiz. Bir kuniga nechtagacha, masalan, necha soatgacha ishlab, nechtagacha somsa yopa olasiz? O'zi bu YouTube'ga qiziqishi tagidagi negizi, misol biz somsachilar bilishadi. Ertalab misol 2 da ish boshlaydiganlar bo'ladi, kechasida turib. 2 dan boshlanadimi? 12 dan ham boshlanadiganlar bo'ladi. Katta misol. Ertalabga chiqarish kerak edi. Hunarlarning ichida eng mayda ishlardan bittasi somsachilik. Chunki har bitta masalliq kamida 2 marta, 3 martadan qo'ldan o'tadi. Mayda ish deydi. Nihoyatda mayda ish. Bunga YouTube'ga qiziqishimni tagidagi nimasi ham, misol xohlagan payt turib, misol uchun ertalab bomdodga deylik, turib namozdan keyin bir pas dam olishga sharoit bo'ladi. Keyin buni yaxshilab o'zlashtirib nima qilsak, kompyuterda aytganingizdek yaxshi o'zlashtirganimizdan keyin 2 soat sarf qilib qo'ysak, keyin qolgan ishlarni yana o'zimizni hunarimizni, o'zimizni kasbimizni davom ettirib ketaverardi. Demak, sizda asosiy shu og'riqlardan biri bu vaqt bo'yicha bo'lgan ekan-da. Kechqurun turib, masalan, ishlash qiyin bo'lsa kerak. Endi men bu sohada emasman, uni uncha yaxshi tushunmayman. Biz faqat somsa yeb o'rganganmiz, somsa qilish bilmaymiz. Endi siz ichida yuribsiz-ku. Shunaqa, buni mashaqqatini endi uyda oddiy misol uchun uydagilar qilishadi-ku. U ancha oldindan harakat bo'ladi. Bitta ovqat aytsangiz, qanaqadir suyuq, quyuq bo'ladigan bo'lsa, yarim soat, 1 soatda bir pas taxlab tashlashadi. Xamirli ovqatlar qiyin yeyishadi. Lekin manti somsaga agar zakaz bersangiz, bir kun oldin ertaga somsa qilamiz yo manti qilamiz desangiz, ertaroqdan zagotovka taxlash boshlanadi. Ishimiz shunaqa. Lekin mana ishonchim shunaqaki, qadimda ichiga shuna suv solib xamir qilib turib qilib ketilavergan, odamlar yeb ketavergan. Hozir kunda har kuniga yangilik chiqyapti. Har kuniga. Misol uchun varaq somsa deydi, qatlamali somsa. Bona shashlikda ham somsa qilishyapti, kosada ham somsa qilishyapti. Bu narsalar bor, eskidan bor narsalar. Eskidan bormidi bu? Ular bor. Men aytmoqchi, o'zimni ishimda misol bilgan biladi. Kerak bo'lsa eng
yuqoriga chiqqan joylarim bor. Ustasida master bo'lgansiz. Izlanib shunaqa darajaga kelingan bitta joyda joy yurg'izyapman. Toshkentdan ikkita uchta tadbirkor shunaqa somsa yurg'izadigan kelib, $1,5 ming beramiz oyiga. Borib, unaqa ortiqcha ish qilmaysan. Mana shu chiqarayotgan somsang zo'r ekan. Mana shu chiqarayotgan narsang o'sha yerda chiqsa bo'ldi. Sen yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, nima qo'shish kerak, qancha gram, shu narsalarni bizga o'rgatib bersang bo'ldi. O'sha yerda turib, bunaqa qattiq mehnat qilishing shart emas deb shunaqa takliflar bo'lgan. Lekin bizga u pul o'sha paytlarda kam bo'lgan. Chunki o'sha turgan joyimizda undan yaxshiroq pul topardik. Endi o'zi erkak kishini omadi kelgan paytda ancha-muncha pul qo'ldan o'tadi. Xudoga shukr, o'sha eskilarda gap bor. O'yikini, to'yikini Alloh yetkazadi degan. O'sha paytlarda o'y qilishimiz kerak bo'lgan. Xudo bergan, birdan bo'lib ketgan. Zo'r. O'zi shunaqa vaqt erkak kishi omad bo'ladi, tutib qolish bilish kerak ekan. O'sha payt bo'lgan, birdan kelib ketgan, uylar qurilib ketgan. Keyin yana xuddi YouTube'ga o'xshab bir chiqadi, tushasiz, yana chiqasiz dedingiz-ku. Hayotimda mana chiqaman, tushaman. YouTube ham bu hayot aka, baribir. Qiyinchilik bo'ladi, oson taraflari bo'ladi, shirin joylari bo'ladi. Xo'p, qarang, mana shuncha yildan beri somsa qilib ishlar ekansiz, yaxshi daromad topgan ekansiz. Nima sabab bo'ldi Amerikaga mana YouTube'dan daromad qilishga, qiziqib qolishga? Mana siz intervyuda, ana jonli efirda mehnat deb aytdingiz-ku. Buni hamma har xil tushunadi, o'zini tushunchasida. Endi bizning uchun o'tirib mehnat qilish bu mehnat emas-da, bu ijodkorlik. Buni ham aytgansiz, ijod qilish kerak degansiz. Men ham xuddi shunday tushundim. Ijod deb tushundim. Buni hozir ham kursdoshlarimga ham, meni tomosha qilayotgan odamlarga ham mehnat deganda faqat o'sha yelkasiga qo'portib yo bir unaqa mehnat emas. Shunaqa mehnatki, ijodiy mehnat. Aqliy mehnat desak ham bo'ladi. Aqliy. Misol uchun aqliy mehnat to'g'ri, aqliy mehnat agar ijod qilsangiz, mana shu narsada siz ham men o'ylayman ijod qilgansiz. Ijod, iloji. Nima deydi? BMGni boshdan o'sha faqat BMG emas-da. Shunaqa o'tgan etaplaringiz bor. O'zingiz aytib berishingiz bo'yicha bunaqa yo'llarda, unaqa qilmagan yo'nalishimiz qolmagan aka. Hamma yo'nalishda, masalan, men o'sha paytlari juda ko'p yo'nalishda ishlaganman-da. Masalan, bitta uchastkamiz bo'lardi, o'zim Qashqadaryoda ko'targan. O'da odam yashamasdi, uchastkaning ichiga qum yoyganman. Daryo qum bo'ladi. Yoyib turib, Amerikada shunaqa yo'nalishlar bor. Kichkina o'yinchoqlardan narsa qilasiz. Juda katta xarajat qilib, olib kirib, qilib, nimadir qiyinchilik, kamera olib, rosa harakat qilganman, ko'tarilmagan. Chunki har bir narsam o'zining ustasi bo'ladi-da. Men ham endi kirgan paytlarim Amerika YouTube'ga qilmagan yo'nalishim qolmagan. Ko'pchilik boshlovchilar shunaqa narsa bor. Ya'ni sakrab yuradi-yu, uni qiladi, buni qiladi, u qiladi, bu qiladi. Siz masalan bitta sohada bo'lgan uchun hayotingizda ham qanaqadir zo'r natija qilgansiz. Masalan, o'zingiz pikingizda bo'lgansiz. Men ham shu Amerika YouTube kirganimda tushunib yetganmanki, bitta sohani ushlashim kerak. Nima soha bo'lishidan qat'iy nazar, faqat gaz, ya'ni faqat o'sishga harakat qilish kerak, o'shani chuqurroq o'rganish kerak. Shunda yaxshi rezultat bo'ladi deb, men ham bitta yo'nalish topib, o'shanda mustahkam o'rganib, shogirdlarga ham shuni tavsiya qilaman. Ya'ni bitta narsani o'rgandingizmi, o'shani takrorlarish kerak. Ustoz bo'lib ketaverasiz. Xuddi masalan, ko'proq masalan 1000 ta somsa yopgan bilan 10 mingta somsa yopganning farqi bor-ku baribir. Shunaqa narsada. Shu o'rinda dadalarga rahmat aytib ketaman. Esimni taniganimdan biri daraxt bir joyda ko'karadi degan gapni mahkam o'rgatganlar. O'sha narsani hayotim davomida isbotini ko'rib son sanog'i yo'q. Daraxt bir joyda. Misol uchun, bizning sohamizda bitta joyga bordingiz, chiroyli sarf xarajat qildingiz. Misol ko'p joyda bo'ladigan narsa oldiniga zo'r qilib turib, keyin aynib ketadi degan gap bor. Misol shunaqa tochkalarni ko'paytirib yuborsangiz, siz xo'ramdasiz, men sotuvchi. O'zingizdan kelib chiqib, qatgadir bordingiz, zo'r, bir ikki bordingiz, keyin qarasangiz o'zgarib qoldi. Unaqa narsa yo'q. Sifat bir xil. Yo'q, aynigan. Sifat aynigan bo'ladi. O'zgargan. Endi
boshda shunaqa bo'ladi, sochiladi, nima qilinadi. Keyin endi yurgan paytda qanaqadir muammolar chiqadi. Hamisha chiqadi. Bitta bizda ishlama. O'sha etapdan o'tib olinsa, mana offlayn darsga kelganimda ham ustozlarning birinchi aytgan gapi ham shunaqa bo'ldi. 5-6 kunga borganinglarda ham nega keldim degan narsa обязательно o'tadi degan joydan shuna saqlanib qildimda. O'sha joyga kelganimda mana shu narsani mahkam eslayman dedim, lekin Xudoga shukr, menda o'tmadi. Hatto kechasi bilan ertalabgacha ishlab chiqqan paytimda ham o'rganib nima qilib chiqqanimda ham u narsa o'tmadi. Chunki qiziqtirish 100% darajada bo'ldi. O'zi mana offlayn darsga kelmasdan oldin qanaqa qo'rquvlaringiz bor edi? Kelgandan keyin qanaqa bo'ldi bu masala? O'rgana olmayman degan qo'rquv bo'ldi. O'zi YouTube pul beradimi, shundan pul olsa bo'ladimi degan qo'rquv bo'ldi. O'zi bizga o'rgatayotgan odam shu daromadga chiqqanmi, misol uchun tajribasi bormi o'zi? O'shanaqa narsalar bo'ldi. Kelib savollarimizga javob oldik. Bormi shu haqiqatan? Misol hozirgi kunda oldingiga nisbatan odamlar naqd narsaga ko'proq o'zini uradi. Pul naqd bo'lsa, ilgarigi ota-bobolarimiz sabrli bo'lishgan, u paytlarda texnikalar manaqa telefon andaqalar bo'lmagan. Hozir zamon shunaqa tezlashib ketdi-ku. Tez, hamma narsa tez bo'lishi kerak. Hamma narsa tez bo'lishi kerak. Biz ham ana shu zamonni tezlashganini ortidan YouTube'ga kirib keldik-da. Tezlashaylik deb. Keyin eng katta Xudo xolasa maqsad orzularim farzandlarim shu agar daromadli zo'r yo'lga shuni chiqib, shuni nimaga solib qo'ysam, jiyanlarim bor. O'shalarni o'ylab kelgan joyim. Ya'ni o'zi mana kelajak avlod uchun ham qanaqadir investitsiya yoki bilim shunaqa tushunsak bo'ladi. Masalan, farzandingiz bordir, masalan, jiyanlaringiz bordir, ertadan shundan o'zingiz baraka topsangiz, ertaga barib o'rgatasiz. Masalan, shunaqa ish bor edi, qilsang bo'lardi, mana ko'chada tentirab surma, Counter o'ynama, PUBG o'ynama, mana bu BMG degan o'yin bor ekan degan narsani tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Endi tavsiya berishim ham, misol uchun dadamning farzandi, dadam somsachi edi, farzandi ham somsachi bo'ldi. Endi meni farzandim ham somsachi bo'ladimi? Misol yomon narsa emas, baraka topdik, yaxshi. Faqat mehnat tomondan og'irroq, oilaga vaqt sarf. Misol uchun uylanishimdan oldin oylab uyga kelmasdim. Ish joyim uzoqroqda bo'lib qolsa, aytganimdek bizda juda oxli turib ish boshlanardi. Shunaqa paytlar kelganki, 24 soat bir sutkada bo'lsa, 2 soat, 3 soat uyqu, qolgan vaqtda faqat ish. Oshno-g'ayniga vaqt topilmagan, to'y-to'noq, qarindosh urug'qa, misol uchun qarindoshga to'yga borilsa, soat belgilab qo'yilganda, 2 soat, 3 soat. Zich ekanda vaqti juda ham. Endi qarangda, meni farzandlarim ham shunaqa ketaverdim. Yo'q, to'xta dedim. Nimadir qilishim kerak. Anchadan bir o'ylab yurardim. Shunaqa soha bo'lsin. Oilaga vaqt zakonni yetsin. Ishga ham xotirjamlikda, ortiqcha jon qiynamasdan. Hozir zamonimiz shunaqa-ku. Shunaqa. Oqimga qarshi suzaman desangiz, oqizib ketadi. Oqizib ketib qoladi. O'shanga oqimga qarshi, oqim bilan yuraylik. Markazda bo'laylik debsiz-da, oqimda. Shunaqa bo'ldi. Xudo xolasa farzandlarimiz ham agar buni zo'r yurg'izib olsak, farzandlarimiz ham rahmat aytib, oilasiga zakonli vaqt, ibodatlariga misol o'zimizni nimadan kelib chiqib, qadrlarimizdan kelib chiqib, ich-ichimdan o'sha narsalar misol uchun joy-joyiga qo'yib, siz ham xohlaysiz. Hamma xohlaydi, masalan, eng avvalo masalan ota-onasiga vaqt ajratgisi keladi, xizmatini qilgisi keladi, masalan mashinasi bo'lsa, qadar dam oldirib kelgisi keladi, duosini olgisi keladi, masalan ayoli bo'ladigan bo'lsa, ayoli bilan vaqt o'tkazgisi keladi, baribir hayot, masalan ertalabdan kechgacha ishda yurgandan keyin baribir mijoz bilan gaplashish bor, asabbuzarlik bor, kimdir noligani bor, qaysidir rozi bo'lmagan joyi bo'ladi. Erkak kishining hayoti shu, faqat shu asabbuzarlik, ish. Hozir 90% odam baribir shunday kun kechiradi. Iloji yo'q boshqa. Chunki hozirgi ishimiz shu. Ko'pchilik biladigan ish shu.
yoki nimadir joyda ishlab, onlayn daromadga ko'pchilik hali unchalik ishonmaydi yoki YouTubedan daromad qilishga ishonmaydi. Ertadan kechgacha ishdan ishga, masalan, aytganingizda farzandiga ham vaqt ajratolmaydi, kerak bo'lsa, tarbiyasiga ham vaqt ajratolmay qoladi. Chunki hayot tashvishi, ro'zg'or boqish kerak. Masalan, hozir uyga 4 tonna olib kirmasa, baribir bolasi yig'lab o'tirsa yoki kimdir kasal bo'lib o'tirsa, pul yetkazib olmasa qiynaladi. Mas'uliyati bor. Mas'uliyati juda yuqori, ayniqsa erkak kishida, chunki hamma mas'uliyat erkak kishida bo'ladi. Masalan, katta o'g'il bo'ladigan bo'lsa, masalan, yoki o'zi o'g'il farzand bo'ladigan bo'lsa, ota-onasi, oilasi, farzandlari o'zi harakat qilmasa hech kim uncha harakat qilmaydi. Avvalo o'zi, keyin Alloh yordam beradi. Kimdirlar atrofida mana sababchi bo'ladi. Biz ham shunaqa sababchilardan birimizda. Sizlarni ham sababchi qilganiga Xudoga shukr. Xudo xolasa endi ala Humoyinni bitta gapi endi oilamiz YouTuber bizni dedi-ku. Shu gapim meni ham shu og'zimdan chiqsin-da. Bizni ham oilamiz YouTuber deydigan niyatlar bor. Chunki bizning shogirdlarimiz ko'p, masalan, o'zi salgina kirishib olgandan keyin, qo'liga 4 so'm pul olgandan keyin kirishib ketadi. Jiyani bo'ladimi, ukasi bo'ladimi o'rgatadi. Chunki ta'mini biladi-da bir marta. Chunki buni bir ta'mini tortib ko'rganda hech bo'lmasa bir $50 ishlab ko'rsam, o'shani tushunib yetadi. Chunki bu yerda bir marta mehnat qilyapsiz, u sizga doimo pul keltirib turyapti. O'zbekistonda bunaqa ish kam. Masalan, ustachilik bo'lsin, oshpazchilik bo'lsin, tikuvchilik bo'lsin, nima qiladi? Hozir 2 soat ishlaydi, kimgadir xizmat ko'rsatadi, nechidir pul oladi. Lekin ertaga xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qolishi mumkin. Issiqjon, ish yurishmay qolishi mumkin. Nimadir sabablar bo'lib qolsa, to'xtab qolsa bo'ldi, pul keladigan joy yo'q. Boshqa joyga kredit oladi yoki qarzga kiradi, nimadir qiladi, qiynaladi. Lekin mana bunaqangi onlayn ishi bo'lsa, bir 2-3 ta YouTube kanali bo'lsa, bezapans bir oyiga bir $300-400 kelib tursa ham, uni zapasi bo'ladi. Zapas. Hech bo'lmasa bir 2-3 oy nimadir qilib turib ham hayotini o'zgartirib ketishga imkoniyati bor-da. Chunki bilim bor miyasida, qaysi joyda qanaqa ishlashni biladi. 3 oy kirishib ishlaydigan bo'lsa, oilasini, ro'zg'orini boqadigan daromadga chiqa oladi. Chunki shunaqa ish bu. Hammaga shuni tavsiya qilaman. Masalan, bugun qilib turib 10 yil daromad olmoqchimisa, mana YouTube'ga qiziq. YouTube'ga. Chunki men masalan O'zbek YouTube'da 6 yil ishlaganman, Amerikada mana 3-4 yildan beri ishlab kelyapman. Oldingi ochgan 1 yil oldingi, 2 yil oldin ochgan kanallarim hozir ham daromad qilib kelyapti. Mana o'zingizga ham ko'rsatdim o'sha kuni. Darsda masalan 2025-yilda ochilgan kanalim mana 2026-1 yil, pashta 8 oy bo'ldi. 8 oydan beri oddiy jonli efirda o'zida yangi video qilmasdan $10,000 dan ko'proq daromad topgan. O'zbekistonda nima ish bor deyman bunaqa daromad keltiradigan? Nima soha bor? To'g'ri, masalan, endi kirganlar $10,000 topmasin, lekin $1,000 topsin, qo'shimcha mazza yo'q, masalan, uyga ro'zg'orga olib kirsa. Albatta. O'zbekiston sharoitiga juda ham $500 topsa ham O'zbekiston sharoitida zo'r deyman, chunki zo'r ishda ishlaydiganlar ham orttirib $1,000 uyga olib kirsa mazza qilishadi O'zbekistonda. Chunki oiladan orttirish qiyin. Masalan, Toshkentda yashaysiz, masalan, $500 kvartiraga to'laysiz. Yebichkingiz bor, svetingiz bor, gazingiz bor, $1,000 takiga shunaqa ketib qolar arendaga. Ketib qoladi. Endi to'g'ri viloyatlarda sal kun kechirish osonroqdir, baribir u joyda ham sharoit qiyin. Uy ko'tarish kerak. Masalan, 3-4 ta farzand bo'lsa o'qitish kerak. Ertaga uylanaman deydi, o'qiyman deydi. Ertaga keyin o'sha bizga o'xshagan farzandning ota-onasi qariydi, ularni davolatish kerak bo'ladi. Xarajat ko'payib ketadi. Ertaga 5 yildan keyin tubga kirgandan keyin qutqaradigan narsasi yo'q. Chunki bilim olmagan bo'ladi, qanaqadir sohalarda o'zini sinab ko'rmagan bo'ladi, u joyda keyin tavakkal qilishga qo'rqadi. Hozir o'zimda ishlab turgan $500 oyligimdan ham kechadigan bo'lsam, agar o'sha YouTube bo'lsin, boshqa joyga kiraman desa, kira olmaydi. Chunki risk balandda. Shuning uchun ko'pchilikka tavsiya beraman. Hozir qo'lingizda qanchadir plyus bormi, sal bo'lsa erkinmisiz? Baribir erkinlik bor. Kuniga 2 soat vaqt topsa bo'ladi. Chunki Instagram kovlashtiraman, o'tkazib yuboradi odamlar vaqtini. Ozroqgina internet kiritib, bilimiga yoki kompyuter olib nimadir o'rganib yoki telefonni o'zida ham boshlab turib, 3-4 oy qiynalar, oson bo'lmaydi 3-4 oy. Lekin undan keladigan keyingi bir 4-5 oydan keyin keladigan daromad bu joydagi hamma narsasini qoplab ketadi. Doimo men shuni shogirdlarga aytib, motivatsiya beraman, qilinglar. Chunki hozir bilan o'lchab qo'ymanglar. Hozir to'g'ri kimdir ish qilsa yoki qurilish qilsa 2 soatdan keyin $100 olar. Lekin ertaga kasal bo'lib qolsa, mazasi bo'lmay qolsa, ishdan haydalib ketsa nima qiladi? Uni qo'llab quvvatlaydigan hech kim yo'q. Masalan, pul bo'lmasa erkak kishi masalan ko'chada og'aynisi ham salom bermay o'tishi mumkin masalan. Shunaqa holatlar bo'ladi. Shuning aytaman, erkak kishining kissasida bir $100 bo'lib tursa, o'ziga ham ishonch balandroq bo'ladi. Ha, albatta, bunday qilib. Kurs haqida fikrlaringiz, o'qituvchilar, darslar haqida?
Darslar mukammal darajada tuzilgan, qoyil qoldim. Men o'yladim, necha yil ketarkin shunaqa qilib haligi tuzish uchun, darslarni bunaqa qilib qo'yish uchun baribir yil to'g'ri kelmadi. Endi biz baribir o'zimizga yarasha nimamiz. Darslar juda ham zo'r, ayniqsa tushuntirishlar, o'rgatishlar. Bu yerga kelishimdan oldin ustozlar misol uchun bitta darsni 5-10 martadan qaytarsa, orasida bitta kiradi degan nimam bor edi o'zimni. Kutubim bor edi. Lekin yolg'on bo'lmasin, bitta emas, ikkinchi gapirishni o'zida olib kirib qo'yishyapti. Qiziqib keta olarmikinman, qanaqa ekan, maqsadim o'zi nima? Faqat pul topishmi yoki kelajakmi degan savollar bo'lgan. Bu yerga kelganimda ikkalasiga ham olib kirib ketishdi. Daromadga ham, qiziqishga ham shuni olib kirib ketishdi. Bilmay qoldik. Qani qaysi paytgacha chida olarkanmiz, qancha vaqt nima qilarkan, lekin bugun 10-kunmi? 10-kun bo'lsa, kecha kelgandaymiz. Vaqt shunaqa tez o'tib ketadi. Ikkilanib turgan odamlarga aytmoqchiman, nechiga kirgan bo'lsangiz, qanaqa qilib kirib qolganingizni bilasizmi shu yoshga? Shundan hisob oling. Yuragingiz chopsa, Alloh dilingizga solsa, harakat qilib ko'ring. Biz misol uchun Alloh dilimizga soldi. Men so'ragan joylarim bor. Yaxshi bo'lsa, xayrli bo'lsa, shu joyga kelayin. Agar xayrli bo'lmasa, o'nglanmasin degan joylarim bor. Bu faqat bu ishda emas. Qaysi nimada bo'lsa so'raganman, xayrlisini bergan. Shu yerda turibmanmi? Demak, xayrli. Siz ham so'rab ko'ring. Balki sizga xayrli bo'lmasdir, lekin biz harakat qildik, Xudodan so'radik. Xayrli ekan, shu yerga kelib dars olib o'rgandik. Rahmat. Rahmat sizlarga. Yana bitta savol bordi. Masalan, bu joyda bar kompyuterda o'rgatiladi, qanaqa texnik bilimlar, YouTube kanal ochishlar, yuritishlar. Masalan, siz baribir o'zingiz ishingizda bu sohaga, masalan, kompyuter ishlatib ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Umuman aloqasi yo'q bir-biriga. Aloqasi yo'q. Qanaqa bo'ldi shu? Mana boshda masalan eplay olmayman degan joyingizda mana hozir qanaqa rezultatga chiqdingiz? Kanal ochdingizmi? Masalan, video qilyapsizmi? Qancha vaqtda qilyapsiz? Kompyuterda qanaqa darajada o'rgandingiz? Montaj qilishni o'rgandingizmi? Shu haqida. Boshda YouTube ko'rib yurgan paytimizda u ish bo'lmasa kerak deb o'ylardik. Keyin YouTubedan pul topsa bo'ladi degan joyda endi shunaqa kirsangiz kirib ketaverasiz. Uni chegarasi yo'q. Faqat shunaqa narsaki, 100 ta odamni qo'liga telefon bersangiz, har joyga kirib ketishi mumkin. Lekin uni nastroykasini, qaysini belgilash mumkin, qaysini belgilash mumkin emas, uni bilmaydi hech kim. Uning uchun ustoz kerak. Menga ham xuddi shunaqa. Qo'limda telefon bor, o'qishni bilaman. Bemalol misol kirib nimadirlarni qilish mumkin, lekin u nimaga xizmat qiladi? Asl mag'zini berib tushuntiradigan ustozlar bor. Ha, o'shunaqa. Shuning uchun menga ustoz kerak bo'ldi. Misol izlanuvchan odam kirib ketaveradi-ku. Kimdir xato bilan yetib boradi, kimdir xatoni chetlab o'tadi. Men o'sha xatoni chetlab o'tgan odamlarni qatoridaman deb o'ylayman. Vaqtingizni tejab qolgansiz bunda olganda. Masalan, o'zingiz qilganda to'g'ri, masalan, kirishib, mehnat qilganingizda 1 yil o'rganishingiz mumkindir. Masalan, 1 yil ketadi. Lekin ustoz boshchiligida sizni shu xarita bilan olib boradigan bo'lsa, masalan, shu 1 yillik umringizni bir gap bilan aytganda bir 10 kunda bosib o'tdingiz degan bo'ladi. 1 yillik masofani bosib o'tdim. Ko'pchilik masalan o'zim o'rganaman, qilaman deydi. Men juda ko'p tavsiya beraman. Mayli, qilsa bo'ladi, qilmasa bo'lmaydi emas. Men ham o'zim YouTube'ga kirib kelganimda ustozim bo'lmagan, chunki u paytlar hech kim o'rgatmagan hamda YouTube nimaligini ham bilishmagan. Men o'zim 1 yilga yaqin boshim tegib nima qilishni bilmasdan o'rganganman. Hozir mana zamon bor, rivojlangan, odamlar ustozi bor. Masalan, kimdir tajribasini qanchadir summaga sotib olsa bo'ladi, bir gap bilan aytganda. Chunki hozir shunaqa zamonda yashayapmiz. Men aytaman, tajribasini sotib olinglar, bu siz umringizni sotib olyapsiz, asabingizni sotib olyapsiz. To'g'ri. Shuning uchun ustoz tavsiya qilaman har doim. Qanaqa kurs bo'lishidan qat'iy nazar. Faqat ishonchlisi, shu qadriyatlarga to'g'ri keladigani, gapida javob beradigani bo'lsa zo'r bo'ladi tanlashi. Mana masalan, siz ham qiziqqansiz,
boshqa youtuberlarni ko'rgansizmi yoki bittada bizni tanlab kelgansizmi? Sizdan keyin ko'rdim. Mhm. Endi baribir haligi ko'z ochib ko'rgan degan narsa bor-ku. O'sha ustoz bo'lib qoldingiz-da. Sizdan keyin ham misol uchun ko'pchilikni ko'rdim. Kutuv degan narsani gapirdingiz-ku. Kutuvlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ha, unaqa narsa ularda emasda, ularda Tez so'qqa qilish. Tezga urg'u berish. Mana yulduz qanchalik uzoqdaligini unda qo'lingiz cho'zsangiz yetadi degan ma'lumot, shunaqa narsa tushundim. Balkim boshqa nimada gapirishgandir, lekin men shunaqa deb tushundim. Bu YouTube'ga keladigan bo'lsa, Instagramdan shuna chiqdingiz, jonli efirga shuna qo'shildim. Jonli efir paytidayoq o'sha a'zo bo'ldim. Kursga qo'shilib, joyazband. O'zi shunaqa oilamdagilar bilishadi, tavakkalchiligim shunaqa. O'zi tavakkal qilgan odam yutadi bu dunyoda. O'chi o'ylab uyiga yetguncha tavakkalchi ishini bitiradi degan gap bor. Shunaqa bitirib kelganmiz shu paytgacha. Xudo xolasa bundan keyin ham o'zi sharmanda qilmasin. Shunaqa. Kutuvlaringizga nisbatan natija oldingizmi? Masalan, kelishdan oldin qanaqadir kutuvlaringiz bo'ladi, ana kelish arafasida shu narsalar yopildimi? Rozichilik bo'ladi, ha bo'ldi, qo'limdan kelar ekan degan narsa bo'ldimi sizda? O'tdimi shunaqa narsa? Kutuvlarim bo'yicha men shu narsalarni misol uchun offlayn o'qiladimi, onlayn o'qiladimi, kutuvlarim bo'yicha 5-4 oyda amallab borsam kerak degan narsa bor edi. O'sha 5-4 oy muddat 10 kunga aylandi. Endi hammasini yoraveraman demayman, lekin o'zimga kerakli ma'lumot qiynalgan paytimda, misol uchun nimadir joyiga tushunmay qolganimda, "Alo, mana bunaqa bo'lyapti" deydigan ustozim borligidan men kutuvlarimdan ancha qadam oldinga o'tib ketdim. Zo'r. Ko'ngil xotirjamligi, boshqasi xotirjam. Tavsiya qilgan bo'lardingiz, masalan, yaqin og'ayningiz bordir, yaqin bir qarindoshingizga tavsiya qilgan bo'lardingiz, masalan, shunaqa narsa? Ha, tavsiya qilgan bo'lardim. Qo'shimcha daromad sifatida kiringlar. Misol uchun, imенно faqat shuni orqasidan shunaqa emas. Qo'shimcha daromad deb turib aqlingizga olinglar. Ishimni qilaveraman. Undan tashqari misol uchun hech kimning qorni og'rimaydi, $500, $1000 nima qilib kelsa, lekin osonlikcha kelib qoladi. Kutuvlarni to'g'rilab olinglar. Bitta hunar o'rganmoqchi bo'lsangiz qancha vaqt ketadi? O'shani hisobini olinglar. Например, 2 yilmi? Bu yoqda 2 yil emas, 1 yil hisobini olinglar. Ustozlar aytishyapti, agar astodil bo'lsangiz 3 oydir, 6 oydir, nari borsa 1 yildir deyishyapti. Lekin ko'zimiz bilan ko'rib turganlarimiz 1 oy, 2 oyda ham omadi kelib, Alloh omadini berib, shunaqa chiqqanlar bor. Balkim siz o'sha insondirsiz. O'sha omadli inson sizdirsiz. Balkim mendir. Albatta. O'shaning uchun kutuvlarni avvalo to'g'rilab olsanglar, undan keyingi narsa o'zi peshonamizga yozilgan bo'lsa, qidirib kelib top keladi. Peshonamizda shu yerga kelib o'qish bor ekan, keldik. Hozir Namangandan kelib o'qiyapmiz mana shu. Qoyil, shuncha vaqt sarflab, shuncha pul sarflab, Oliyaziroda shu bilim olaman deb kelgan uchun ham rahmat, shuncha intilishingizga ham rahmat. Sizlarga rahmat. Chunki hammaga emas, chunki bu joyda tavakkal qilish kerak, risk qilish kerak, oilasidan qanchadir pul ajratib to'lash hamma ham boshda ishonch bilan qaramaydi. Shu ishonch bilan qaragan uchun ham rahmat deb aytib qo'yamiz, chunki Xudo xolasa shunaqa odam qaragan odam natija chiqoladi-da. Masalan, o'ylab yurgan odam yillab o'ylab yuradi, masalan, shunaqalar bor. Yildan beri o'ylab yuradi, masalan, bizni qachondir ko'rgandir. O'qisam ekan, o'qimasam ekan, natija qila olamanmi? U sinab ko'rmaguncha, qilib ko'rmaguncha hech kim bilmaydi. Masalan, o'sha Humoydinni aytdingiz, boshqa shogirdlarimiz bor. Ular ham mana shu sohaga yoki siz ham shu sohaga kirmaguncha qanaqa natija qila olishni bilmaysiz. Chunki oldindan hech nima aytib bo'lmaydi. Masalan, siz bir oydan keyin eng zo'r bo'lib ketarsiz. Yoki 5 oydan keyin zo'r bo'lib ketarsiz. Hech kim ayta olmaydi oldindan. Alloh ol pulim deb qolsa, hech gap emas. Uni yig'ishtirib ulgura olmaysiz u pullarni. Bizni boshimizdan o'tgan, bizni shogirdlarimiz boshida o'tgan shu narsa yig'ishtirib ola olmayapti uncha pulni. Faqat sarflashni bilmayapti. Xudolar shular safida bo'ling, nasib qilsa. Men shu aytmoqchi bo'lganim, aka shunchalik xalqimizga o'ylabdi, shunchalik bilim beraman deyapti. Shuni
tekin qilib qo'ysa bo'lmaydimi degan narsa o'tgan, juda ko'p o'tgan. Shunaqa. Endi bitta narsa borki, tushuninglar, arzon narsa hech qachon, ya'ni tekin narsa qadrli bo'lmagan. O'shani to'g'ri tan olib nima qilinglar? Chunki meni xayolimdan o'tdimi, qancha ming odamni xayolidan o'tgandir. Haqiqatda yordam bermoqchi bo'lsa, haqiqatda shuni daromad bo'ladigan bo'lsa, shuni bitta darslik qilib tekin narsa bo'lsa hech kimimiz qaramaymiz. Tekin darsi YouTube'da ham ko'p, Sony Interact'dan so'rasa ham o'rgatadi. Lekin pul bilan, jigari bilan, pul jigardan bo'lgan deydi-ku. Pul bilan to'lamaguncha e'tibor fokus qaratmaydi. Bu tekin oldim, 1 oydan keyin qilaman, 10 oydan keyin qilaman. Shu bilan esidan tushib ketadi. Masalan, biz vebinarlarda juda ko'p, masalan, Amerika YouTube kanali ochishdi, uni to'g'ri sozlashdi, darsigini beramiz, YouTube kanallariga ham qo'yib tashlaganmiz. Odamlar prosta tekin bo'lgani uchun qachondir qilaman deydi-da, qilmaydi. Qilmaydi. Chunki pul bilan to'lamaganda ichidan nimadir o'tmaguncha, bitta qadam bosmaguncha unga kirmaydi. Shuning uchun ham biz kurslarimizni pulli qilib qo'yganmiz, summasi ham yaxshigina. Sababi ajratdimi, fokus qaratsin. Sifatli narsa arzon ham bo'lmaydi. Uni o'zingiz ham bilasiz. Mana shu narsani pulga sotib olinmasa, joyi bir teshilib qolsa, bir yirtilib qolsa, otamizdek yangisini qo'yib qo'yamiz. Agar shu narsa pulga keladigan bo'lsa, bu yog'i teshilgan bo'lsa, teskari qilib qo'yib bo'lsa ham ishlatamiz. Buni pulini chiqarish kerak degan narsa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bilim ham shunaqa. Pul berib kirdingizmi, buni tagga borishim kerak. Shu tikkan investitsiya deydimi? Shu narsani oqlash kerak degan narsa bo'ladi. Xuddi shuni, chunki trigger bo'ladi-da, nimadir doim qilib turadi. Chunki pul sarflab qo'yganda chiqarib olish kerak aytganingizda. Bo'lmasa tekin olgan bo'lsa, yo'q, qachondir qilaman-da deb tashab qo'yadi. O'zi hayotiy narsa, tekin narsa qadrsiz bo'ladi-da. Xuddi shunaqa. Misol bizga ham shogirdlar kelishadi, o'rgatamiz. Agar osonlikcha bir misol bo'ynidan mahkam qilib 5 kun, 10 kun, 1 oyda usta qilib nima qiladigan bo'lsak, qadri bo'lmaydi. U yillar davomida pishib turib, keyin bizni ham qadrimiz bo'ladi u uchun. Chunki har kuni har xil muammo. Baribir ham shogird tayyorlaysiz. Bilasiz-da uni. Shunaqa. Kelinglar, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu O'zbekistonga juda katta yangilik va yaxshilik narsa ekan. Inshaalloh umid qilib turibmiz. Kelsanglar, ko'rsanglar, qanaqadir og'ir mehnatda yurgan bo'lsanglar, boshqa qilgan bo'lsanglar, ozgina tavakkalchilik yetadi. Arqonni uchun ushlab olsangiz bo'ldi. Kalavani uchun ushlab olsangiz bo'ldi. Misol uchun men ham o'sha arqonni uchun ushlagani keldim. Ushlab olsam, qolganini jiyanlarim bor, farzandlarim bor, qavm qarindosh yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hammasiga xudo xolasa ilinaman. Tavsiya qilasiz? Tavsiya qilaman. Shu maqsadda kelganman. Rahmat, shunchalik ochiq fikrlik bilan fikrlaringizni yetkazdingiz. Boshqalarga manchagina manfaat bo'lgan bo'lsa kerak. Mana sizga o'xshagan, bizga o'xshagan oddiy odam, hech qanaqa Marsdan tushib qolgani yo'q, yoki qanaqadir talantli, qanaqadir Guinness rekordga kirgan odam emas. O'zimizga o'xshagan oddiy odam, o'sha qiyinchilikdan chiqib, mehnatdan chiqib, shunchalik o'zini kelajagi uchun, bilim uchun investitsiya qilib, pul bilan, vaqt bilan kelib, shunchalik o'qib, shunchalik bilim olib turib, hayotini o'zgartirmoqchiga biz xursandmiz. Chunki harakat bor. Harakatdan to'xtagan odam bo'ldi, natija qololmaydi. Xudo xolasa yaxshi natijalar kutib qolamiz. Ishingizga omad.